Sardor aka, nima qilyapsiz endi bu yoqda? Arzimagan kamchiligi bo'lib qolibdi. O'shani hozir ko'rib, sraz joyida hal qilib beramiz. Spesitexnika Toshkentdan buldozer sotib olgan mijozimiz oldiga kelganmiz. Reklama olgani, lekin bu yoqda yana qo'shimcha xizmat ko'rsatgani ham kelganmiz. Servis obsluživание. To'g'rimi aka? Shunaqa. Nima ish bajaryapsiz endi aka? Buni hozir men bu anaqasini alishtirib beryapman, filtrini. Keyin polni ko'zdan kechirib, hamma narsasini tekshirib, bir analiz qilib ketamiz. Spesitexnika Toshkentda shunaqa. Bizda Mijozimiz chaqirmasa, kelib, obzor qilib, ko'rib, texnik ko'riklardan o'tkazib ketamiz. Bizda har 3 oyda borib texnikani holati bilan tanishib chiqamiz. 1,5 yil besplatniy servis xizmatimiz bor. 2,5 ming mototchas garantiyamiz bor har bitta texnikada. Faqat Spesitexnika Toshkentda bizdan xarid qilgan mijozlar uchun shunaqa bonuslarimiz bor. Agar sizlarga ham shunaqa spesitexnikalar kerak bo'ladigan bo'lsa, buldozermi, ekskavatormi, pogrushkami, pastki nomerlarga aloqaga chiqsanglar, biz sizlarga eng zo'r texnikalarni yetkazib beramiz.